begona ayolning qo'lini ushlagandan ko'ra deyapti payg'ambarimiz. Begona ayolning qo'lini ushlagandan ko'ra sizlardan biringizning boshiga temirdan bo'lgan qoziqni qoqilishi yaxshiroq deydi. Nomahram ayolning qo'lini ushlaganingdan ko'ra boshingga temirdan bo'lgan qoziq qoqilsa shu narsa sening uchun yaxshiroq deydi. Ya'ni ular ko'risha olamizmi? Siz bilan bizning Habibimiz, Sayyidimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomahram ayolga qo'lini uzatmagan, qo'lini ushlamagan desa, biz ushoramizmi? Boshingga temirdan bo'lgan qoziq qoqilgan yaxshi desa, yana qo'limizni uzataveramizmi? Biz musulmonmizmi? Musulmon bo'ladigan bo'lsak, islomni da'vo qiladigan bo'lsak, birodarlar, biz bo'ysunishimiz kerak. Endi boyaga aytgandek, nima endi oddiy narsada bu deyotgan odam ixtiyori. Alloh aytdi, siz zulm, zo'ravonlik bilan ularga hukm yurgiza olmaysiz. Xolasa qilsin, xolamasa qilmasin. Lekin musulmon odam itoat qilishligi kerak.